Assalomu alaykum aka-ukalar. Tanijoninglar sog'mi? Charchamay yuribsizlarmi? Aka-ukalar, banan to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumot bermoqchiman. Banan ko'chati. Mana banan ko'chati. Mana tuqqan holati. Mana ham tuqqan holati mana. Mana shu banan. Mana uchini bir qarishdan oshiqroq, bir 30 santim bo'lgan paytda bunday qilib qoldiramiz, kesib. Qoldirganimizda bir xil ishadi bu bananlarimiz. Bananlarimiz bir xil ishadi. Tekkiz olib. Agar buni uchini kesmasangiz, o'sishga davom etaveradi. Bu tagidagilar ingichka bo'lib qolaveradi. Mana qarang, tagidagilar mana ingichka turibdi-ya. Turibdi. Mana qarang, mana kattasi. Tepadagilar uzun, katta. Mana. Ashunisiga e'tibor beramiz. Keyingisi. Mana biz tagiga mana go'ng to'kib chiqdik. Tagidan chiqqan, mana ustidagi ko'chati bo'lsa, eski ko'chati bo'lsa, tagidan yana yangi ko'chat chiqaveradi niholi. Chiqqanda biz go'ng to'kamiz bunda. Go'ng to'kamiz. Nima uchun go'ng to'kamiz? Mana qalin bo'lib, buni yonidagilarini soyasida kichkina bo'lib qolmasligi uchun, quvvat bo'lishi uchun. Mana kichkinasi bor. Tezroq o'sish uchun quvvat oziq beramiz. Mana ular normalniy suv oldi mana. Ular endi ketaveradi bu holatda. Shu holatda mana go'nglarni to'kib chiqdik. Mana ular mashalar mana zakonniy. Xudo xolasa hech qanaqa soya-poyada qolmaydi. Va shu holatda sekin ketaveramiz aka-ukalar. Mana shu holatga yetib keladi, keyin tug'ishni boshlaydi bular. Bu tug'ishni boshlagandan keyin belli bir nuqta anaqasi bor. O'zini bir ma'lum miqdorda o'sish jarayoni bor buni. O'sish jarayoni keyin mana ular to'kiladi, mana yangi banan anaqalari to'kiladi mana. Mana shulari to'kilib, mana uzayganda bananingiz ishganda, o'ziga kelib, o'ziga kelganda, ishganda, keyin buni ham uchini kesib yuboriladi. Shu holatda ketilaveradi mana. Mana. Shu holatda mana aka-ukalar. Mana daraxti tagidan yana chiqib kelaveradi. Muzi tayyor bo'lganda, ishganda, kesishga tayyor bo'lganda buni kesib yuboramiz, daraxtini chopib yuboramiz. To'rg'ab yuboramiz daraxtini. To'rg'ab yuboramiz. To'rg'ab bu chekalariga tashlab yuboramiz. Mana to'rg'anganlari mana to'rg'anganlar. Mana to'rg'ab chekaga tashlab yuboramiz ularni. To'rg'anganlar mana shu holatda qolaveradi mana. Mana shu holatda qolaveradi, kesib yuboriladi. Kesib to'rg'ab yuboramiz. Yana tagidagi ko'chati yana banan bo'lib ketaveradi mana shu holatda mana. Banan bo'lib ketaveradi. Mo'ya mana tayyor bo'lganda kesib yuboramiz. Yonidagi ketaveradi davomi. Bu ham xuddi shunaqa mana. Bu ishganda kesib yuboramiz, to'rg'ab yuboramiz, yonidagi yana davom etyapti. Mana shu holatda davom etadi aka-ukalar. Mana shu holatda ketilyapti mana. Yana ashi go'ng to'kiladi. Yana oziqa beriladi. Yana buni ham ozgina kesib yuboramiz. Bir xilda mana ular ham bir xilda, tepadagi bilan bir xilda ish bo'ladi.
Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, aka-ukalar. Qo'ng'iroqcha obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Banan haqida video chiqarib turamiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar, aka-ukalar. Yozsanglar, javob berishga harakat qilamiz. Qanaqa video xohlasanglar, banan to'g'risida qanaqa video xohlasanglar, o'shunga qarab video chiqarishga harakat qilamiz, aka-ukalar. Mana bunday mana mana bu ish bu tayyor bo'ladi, pishadi. Buni kesib yuboramiz. Yonidagi mana bu qolaveradi o'rniga. Qolaveradi. Mana bo'lib chirib ketadi kesganimiz tagi. Mana bunga o'xshab, mana bunga o'xshab chirib ketadi mana. Chirib yo'g'ib ketadi mana. Chirib yo'g'ib ketadi. Mana bu ham xuddi shunaqa. Mana bu tayyor bo'lgan kesib yuborganmiz. Shu qolgan mana. Bu ham xuddi shunaqa. Sekin chirishni boshlayapti. Chirib ketaveradi. Bunaqalar endi tug'adi. Endi banan chiqarishni boshlaydi. Mana aka-ukalar. Oshiqcha mana oshiqcha uzaymasa qoldirib yuboramiz. Jicha turadi bu, jicha o'sadi bu. Mana bunga o'xshab to'kiladi. Mana bular ham to'kilib qoladi. Quruq kaltagini o'zi qolganda, mana shular ham to'kilib. Keyin kesib yuboramiz uchini. Bir xil holatda keyin ishadi ular. Mana uni kesganmiz mana. Mana qaranglar aka-ukalar. Mana bir xil holatda ishga. Bir xil holatda ishga. Albatta, xudo xolasa shu daraxtlarni kesish jarayonini ham xudo xolasa video syomkasini qilamiz. Agar kommentariyalarda yozinglar, ko'rmoqchi istesanglar, kommentariyada yozib qo'ysanglar, kesish jarayonini ham ko'rsatamiz. Keyin bularni qanday bog'lanadi, mana ipi turibdi, qanday bog'lanadi, ularni ham kesamiz, ko'rsatamiz. Ko'rsatishga harakat qilaman xudo xolasa, video syomka qilib. Shu holatda ish davom etadi. Bu joyimiz Parnik, banan parligi Antaliya Manavgat degan joydamiz. 8,5 gektarlik parnik joy, banan parligi. 8,5 gektar. 5 kishi ishlaymiz. 5 kishi ishlaymiz bu yerda. 5 kishi aynan kesib ishlovini beramiz. Ishni qilamiz. Kanalga like bosib, bananni yaxshi ko'rgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar kanalda. Silkasini tashab qo'yasizlar aka-ukalar. Yana bananga tegishli yana nima xohlasanglar, qanaqa jarayonni ko'rsatishni xohlasanglar, kommentariyada yozinglar. Shunga qarab video chiqarishga harakat qilaman. Mayli omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar.